Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizda sizlarga Forex broker orqali to'liq ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tishni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Video rolik juda ham qiziqarli va foydali bo'lib o'tgan. Diqqat va e'tibor bilan ko'rishni unutmanglar. Aynan bu video rolikdan so'ng Forex bozoriga birinchi qadamingizni bosishingiz mumkin bo'ladi. Davom etishdan avval albatta kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar video roligimizni davom ettiramiz. Bu video roligimizda sizlarga Vantage broker orqali to'liq ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tishni o'rgatib o'tamiz. Avvalambor o'tgan video roligimizni ko'rmagan bo'lsanglar, aynan o'sha video rolikdan boshlaylar. O'sha video roligimizda sizlarga brokerlar haqida tushunchani berib o'tganmiz va Vantage broker haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib berganmiz. O'sha video roligimizni ko'rgan bo'lsanglar, ro'yxatdan o'tishni boshlasanglar ham bo'ladi. Uning uchun registratsiya tugmachasiga bosasizlar. Bolalar barcha informatsiyani oddiy tilda yetkazib beramiz. Hamma obunachilarimizga tushunarli bo'lishligi uchun. Xo'p, ana endi kelinglar sizlarga ro'yxatdan o'tish haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib bersak. Bu bo'lim orqali tug'ilgan davlatingizni tanlaysiz. Bu yoqqa o'zingizning elektron pochtangizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Elektron pochtangizni kiritganingizdan so'ng получить tugmachasiga bosasiz. Kiritgan elektron pochtangizga 6 raqamli SMS kod keladi. O'sha SMS kodni mana bu bo'limga kiritishingiz kerak bo'ladi. Pastida o'zingizni parolingizni o'ylab topasiz. Parolingizni yozayotgan paytingiz bosh harfi katta harfdan bo'lsin, keyin qanaqadir sonlarni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda individualni tanlaymiz. Ikkita galochkani belgilab, открыть счет tugmachasiga bosamiz. Ana endi kelinglar, danlarni kiritadigan bo'lsak. Xo'p, O'zbekiston davlatida tug'ilganmiz, O'zbekistonda tanladik. Bu yoqqa o'zimizga ma'qul kelgan elektron pochtani kiritdik. Получить tugmachasiga bosamiz. Gap bo'lishi mumkin emas, SMS kod ham keldi. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin. O'sha SMS koddagi mana bu kodni endi boyagi joyga kiritishimiz kerak bo'ladi. Tak, вставить qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi parolni o'ylab topsak ham bo'ladi. Bo'ldi bolalar. Ikkita galochkani belgilab, открыть счет tugmachasiga bosamiz. Bolalar gap bo'lishi mumkin emas, ro'yxatdan o'tib oldingiz. Ana endi verifikatsiyadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz mana bu yerdagi profil tugmachasiga bosamiz va verifikatsiya tugmachasini tanlaymiz. Kelinglar endi sizlarga verifikatsiya haqida ma'lumotlarni yetkazib bersak. Verifikatsiyani birinchi bosqichi mavjud. Birinchi bosqichda ism, familiya, jinsingizni, tug'ilgan yillaringizni va telefon raqamingizni yozib qoldirasiz. Ikkinchi bosqichda esa pasportingizni rasmga olib brokerga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Bolalar, pasportingizda qanaqa qilib ism, familiyangiz yozilgan bo'lsa, bu yoqqa ham xuddi shunaqasi kiritishingiz kerak bo'ladi. Va pasportingizni rasmga olayotgan paytingiz tiniq rasmga olinglar va 4 ta burchagi ham kadrga tushsin. Xo'p, verifikatsiyani boshlaymiz. Подтвердить сейчас tugmachasiga bosamiz. Bu yerda o'zimizni ismimizni kiritamiz. Bu yoqqa familiyamizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda jinsimizni aniqlaymiz va tug'ilgan yillarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Bu bo'limiga telefon raqamingizni kiritasiz. Barcha danlarni kiritib olganimizdan so'ng вперед tugmachasiga bosamiz. Birinchi bosqichga danlarimizni jo'natdik. Ana endi ikkinchi bosqichga o'tsak ham bo'ladi. Подтвердить сейчас tugmachasiga bosamiz. Mana bu galochkani belgilab, продолжить ga bosamiz. Отчество, adingizni ismini kiritishingiz kerak bo'ladi. Undan so'ng продолжить tugmachasiga bosasizlar. Bu yerda qaysi pasportingizni rasmga olib jo'natmoqchisiz, o'shani tanlashingiz kerak bo'ladi. Biz oddiy pasportni rasmga olib jo'natamiz. Va продолжить tugmachasiga bosamiz. Bo'ldi bolalar. Bu yerda уже siz pasportingizni rasmga olib, brokerga jo'natishingiz kerak bo'ladi va bo'ldi. Verifikatsiyangiz qabul bo'lishini kutasiz. Verifikatsiyangiz bir kundan 2 rabochiy kungacha tekshiriladi. Ba'zi bir paytlar, ko'pincha holatlarda 10 minut ichida yoki 20 minut ichida verifikatsiyangiz qabul bo'ladi. Bolalar gap bo'lishi mumkin emas. Verifikatsiyaga dokumentlarni topshirganda verifikatsiyamiz to'liq qabul qilindi. Birinchi bosqichi ham verifikatsiyadan o'tdi, ikkinchi bosqichi ham verifikatsiyadan o'tdi. Ana endi keyingi video roligimizda sizlarga pul solishni, pul yechishni va Vantage interfeysi haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bolalar, bugungi video roligimiz sizlarga qiziqarli bo'lib o'tdi degan umiddamiz. Albatta bu video roligimizda sizlarga to'liq ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tishni oddiy tilda tushuntirib o'tishga harakat qildik. Bilim kamlik qiladigan bo'lsa, marhamat, onlayn darsliklarimiz ham mavjud. 1,5 oy darslar o'tiladi, to'liq noldan oxirigacha shu soha onlayn tarzda o'rgatiladi. Ta'limni Zoom efirlar orqali va video darslar orqali taqdim qilishga harakat qilamiz. Qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar darsimizga yozilib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Murojaat qilish uchun telefon raqam va Telegramlarni qoldiramiz. Описаниеda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi video roligimizda esa
MT4 brokerga ulashi va savdo qilishi, ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. O'sha videorolik kutayotgan bo'lsanglar ham aktiv va ko'rsatishni unutmanglar. Barchangizga xayr bolalar. Sog' bo'linglar. Charchamanglar.